Bolamga tegishli birorta bir belgi chiqmagan suvda. Boshdan oxirigacha bolam o'g'irlab ketildi deb chiqdi. 100% bola ko'rdim deb aytmagan. Odam ko'rdim deb aytmagan. Kiyimini, rangini noto'g'ri aytyapti. O'sha kunlari 21-apreldan 26-aprel kechki soat 10:10gacha bo'lgan kamera zapislari yo'q. Menga hech narsani 3 oygacha birorta qidiruvdan menga ochiqlamagan hech narsa. Sariosiyo tumanida o'zida ikkita bola yo'qolyapti. Qachongacha yosh bolalar yo'qoladi? Qachongacha topolmagan, izini topolmagan narsamizni bedarak deb delasini chekkaga surib qo'yamiz. Ochiqlanmayapti hech narsa menga. Hanuzgacha sir bo'lib qolyapti. Otalik hissi bor, ana shu narsada tuyg'ular bor. Shu narsalar bilan men bolam tushlarim men kirib chiqyapti. Bolam tirikligini bilaman. Esingizda bo'lsa, joriy yilning 26-aprel kuni Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida joylashgan Sangardak daryosi bo'yida 2 yoshli bola yo'qolib qolgandi. Sharshara bo'yiga dam olish maqsadida chiqqan ota-ona farzandini bir necha daqiqa qarovsiz qoldirgan payt u g'oyib bo'lgandi. Oradan 3 oy o'tsa-da bola hamon topilgani yo'q. Ichki ishlar hamda favqulodda vaziyatlar xizmatlariga qilingan murojaatlar natija bermagan. Oxir-oqibat ota Ichki ishlar vazirining shaxsiy qabuliga kelgan. U Zamonuzga bergan intervyusida qidiruv ishlaridan norozi ekanini hamda tergov jarayonlari ochiqlanmayotganini aytgan. Surxondaryodan keldim. Bolam yo'q. O'g'lim 2024-yil 25-iyun sanasida tug'ildi. Salimov Zubayr. 2026-yil 26-aprel kuni dam olish maqsadida oilaviy borganmiz Sangardak sharsharasiga dam olish maskanida. Borganimizdan keyin 1 soatdan keyin birinchi ovqatimizni yeb bo'lib, ayolim shu yerda boshqa bolalar ham bor edi, bolamning oldida. Boshqa bolalar ham bor edi. O'ynab turgan chog'ida bitta ichida meni bolam yo'qolib qolyapti. Ayolim opasini soskasini olib kelishga mashinaga borib kelgiyapti. 10 minut 15 minutga mashinaga borib qaytib kelyapti. Lekin u bolam turgan joyga, quruqlikka, hovliga juda ko'p odamlar bor edi. Dam olishga kelgan boshqa joydan ham odamlar bor edi. Lekin birorta bir inson ko'rdim degani yo'q. Suvda ham ko'rdim degan inson yo'q. Mana ko'y, MCS xulosasi. O'qib ko'rishingiz ham mumkin. Bolamga tegishli birorta bir belgi chiqmagan suvda. Sangardak sharsharasiga. Ana shu masala bo'yicha kelgan. Boshdan oxirigacha bolam o'g'irlab ketildi deb chiqdi. Hech kimga men bolam suvga oqdi demaganman, boshdan oxirigacha. Faqatgina ichki ishlarda gumoni bo'lgan bu. Ichki ishlarda gumoni bo'yicha suvda qidiruv o'tkazilgan. Shu paytgacha mana ku ichki MCSning xulosasi ham bor. Mana shuncha yozgan arizalarim hammasida qidiruv davom etyapti, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. 2026-yil 27-aprel kunidan 25-iyun kunigacha qidiruv ishlari olib bo'ldi. Suvda, quruqlikda, ariq bo'ylarida birorta bir belgisi chiqmadi. Bilmayman bular nimaga asoslanib bolani suvga ketgan deb aytayapti. Bitta guvoh topyapti. Nahot ana shu 30 kilometrgacha bo'lgan odam 30 kilometr uzoqdagi odam oldigacha oqib boradi-yu, lekin sharsharani oldiga shu yerda ekskavator ishlab yotibdi. O'sha kuni soyni ichiga 20 ga yaqin ustalar ishlab yotibdi. Beton quyib yotibdi. Nahot ana shular ko'rmaydi-yu, pastayanni 2000-3000 ga gavjum bo'lib turgan odamlar ko'rmaydi-yu, birontasi sharsharaga pastayanni 2000-3000 ga yaqin odam bo'ladi. 30 kilometrga borgandan keyin ana shu bitta inson ko'rib qoladi. U inson ham даже ichki ishlarga 100% bola ko'rdim deb aytmagan, odam ko'rdim deb aytmagan. Kiyimini, rangini noto'g'ri aytyapti. Ana shunday narsalarni menga vaj qilib ko'rsatdi. O'g'irlab ketilganiga faktingiz bormi? Men o'g'irlab ketdi deganda faktim yo'q. Lekin men otalik hissim bor. Otalik hissi bor. Ana shu narsada tuyg'ular bor. Shu narsalar bilan men bolam tushlarim men kirib chiqyapti. Bolam tirikligini bilaman men. Agar bolam suvda bo'lganda, bu paytgacha shuncha 5000, 10000 ga yaqin odamni oldidan o'tadi, birortasi ko'rish kerak edi. Ekskavator ishlab yotgan joyga ustalar ko'rish kerak. Imini soyni ichiga ishlab yotgan edi. Ustalar ko'rish kerak edi. Quruqlikda ham birorta bir ko'rdim degan inson yo'q. Suvda ham ko'rdim degan. O'sha kunlari 21-apreldan 26-aprel kechki soat 10:10gacha bo'lgan kamera zapislari yo'q. Ishlamagan kameralar. Ikkita javob beryapti, ikki xil javob beryapti. Sangardagdagi uchastkavoy ikki xil javob beryapti. Bitta javobi kimdir kamera o'rnatgancha kameralarning kablini kesib o'rgan deyapti. Ikkinchi javobi kanat ishga tushgan, o'sha payt o'sha kunlari kanat ishga tushgan, to'k ko'p kelib kameralar blogini kuydirgan. Bu jarayondan noroziman. Meni gaplarimni umuman inobatga olmayapti.
Menga hech narsani 3 oygacha birorta qidiruvdan menga ochiqlamagan hech narsani. Tergovchini ham oldiga borganman. Boshqa joyga ham borganman. Ichki ishlar o'ziga ham borganman. Axborot xizmatiga ham necha marta murojaat qildim. Ma'lumot beringlar menga, nima bo'lyapti? Tergov jarayonini aytinglar dedi. Birorta ma'lumot bergani yo'q. Sariosiyo tumanida o'zida ikkita bola yo'qolyapti. Meni bolam 26-aprel kuni yo'qoladigan bo'lsa, 21-may kuni Muhammadjon, 12 yashar Muhammadjon maktabga borib, maktabdan chiqib uyiga qaytguncha postoyanno borib kelib yurgan yo'lida yo'qolyapti. Bitta kameraga tushyapti, ikkinchi kameragacha bormayapti. Uni ham suvga deb suvga 3 kungacha oqtardi. To'palang suv ham bordi, 3 marta quritib ko'rdi. Birorta bir belgisini topgani yo'q. Qachongacha yosh bolalar yo'qoladi? Qachongacha topolmagan, izini topolmagan narsamizni bedarak deb delasini chekkaga surib qo'yamiz. Izlash kerak. Yosh bolalar yo'qolib ketyaptimi? Oxirigacha olib borish kerak bu narsani. Qachongacha mana shunday ota-onalar zor bo'lib qaqshab yuramiz. Mana qo'limda shuncha xatlar bor, birorta lekin o'zgarish yo'q mana bu. Hamma xatlar, mana shuncha qog'oz setka bilan yuribman. Surxondaryodan mana shu qabulni eshitib, e'lon chiqqandan birdan uyimdan chiqib yetib keldim. Hali uxlaganim yo'q 2 kundan beri. Ayolim ham mana shu yerga yurib, gumonim, endi bolam yo'qolgan vaqtga to'g'ri kelyapti. Bir ayol kishi onasini ko'rgani kelyapti. Qo'lida sumka yo'q. Yozda kunida palto, oyoqda etik. Onasini ko'rgani kiryapti uyiga. 9 minut o'tiryapti. Qaysi qiz onani ko'rgani keladi, 9 minut o'tiradi. Yana 9 minutdan keyin katta ryukzak sumka bilan qo'lda ravnomer qilib, chap qo'lda paltoni olib ketyapti. O'ng qo'lda katta sumkani olib chiqib ketyapti. Lekin tergovchilar menga mana shu narsani ham sumkani ham ekspertizaga berdik deyapti. Ochiqlamayapti. Ayolni uyiga endi bilmayman, menga ochiqlanmayapti. Kirdik deyapti, boshqa narsa ochiqlanmayapti, hech narsa menga. Hanuzgacha sir bo'lib qolyapti. Nimaga ochiqlanmayapti desam, tergov sirri. Men 3 oydan o'tdi, 100 kun bo'ldi. 26-apreldan beri bir og'iz hol ishlaganim yo'q. Kirmagan joyim qolmadi. Viloyatimiz hokimigacha kirib chiqdi. Uyimda 3 ta nogironim bor. Men mana shunday ko'chama-ko'cha yuribman. Mayli, qolgan narsalar kerak emas, hammasi bolam topilsa bo'ldi menga. Bolam topilsin. Bolalar yo'qolishi to'xtatilsin bo'ldi. Yana bitta gumonim bor. Bu yerda 2 kundan keyin bolamning soskasi suvni yonboshidan chiqyapti. 2 kungacha 500 ga yaqin odam, ko'ngillilar, o'zimizning qarindoshlar kelganmiz. Qonni o'tganmiz, ana shu joydan o'tganmiz. Biz o'tirgan joydan где-то 300 metr pastdan chiqyapti soska. Nahot soska chiqqan suvdan tapichkasi chiqmaydi, probka tapichkasi. Yo biror bir kiyimi chiqmaydi.